Hammaga assalomu alaykum. Bizning ish kerakmini YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Sizlarni ko'rayotganingizda xursandman. Xullas, bizning ish boshlashimizdan oldin bitta qo'llab-quvvatlab yuborasizlar, like bosib qo'yasizlar, kommentariyada ish so'rab yozasizlar. Biz o'sha so'ragan ishinglarni ham topib, u uchun alohida video ham ishlaymiz. Har bitta yozilayotgan kommentni shaxsan o'zim o'qib chiqyapman. Xullas, biz videoni ko'p cho'zmaymiz, birinchi ishimizdan boshlaymiz. Xo'p, ishimiz Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek metro yaqinida joylashgan sotuv menejerlik lavozimiga ishchilarimiz kerak. Yosh chegarasi 20 yoshdan yuqori bo'lganlar uchun oylik maosh 4 million 300 ming so'mdan 14 million 600 ming so'mgacha. Faqat talabligisi sotuv sohasi bo'yicha kamida 6 oydan 1 yilgacha tajribaga ega bo'lishi hamda o'zbek tilida ravon gaplasha oladigan bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa 93 906 09 29 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tadigan bo'lsak 40 yoshgacha bo'lgan ayol qizlarimiz uchun bu ishimiz oylik maosh 7 million so'm. Ish vaqtimiz soat 12 dan 9 gacha. Ishimiz Chilonzor tumanida joylashgan. Xullas, sotuv operatorlik lavozimiga 40 yoshgacha bo'lgan ayol qiz ishchilarimiz kerak. Faqat talabligisi mas'uliyatli, xushmuomala hamda o'zbek tilida ravon gaplasha oladigan bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa 93 047 72 29 yoki 90 036 79 97 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. Bular Chilonzor tumanidagi ikkita filial. Bittasi Olmazor metro yaqinida joylashgan ekan, bittasi Yuriy Gagarin haykali yonida ekan. Shunaqa. Xo'p, keyingi yetadigan ishimiz shaxsiy mashinasi bor bo'lganlar yaxshilab eshitinglar. 20 yoshdan 38 yoshgacha bo'lgan shaxsiy mashinasi bor bo'lgan sotuv menejerlik lavozimiga ishchilarimiz kerak. Oylik maosh 13 milliondan 26 million so'mgacha, yana qo'shimchasiga bir qancha bonuslisi ham bor ekan. Ishimiz Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan. Faqat talabligisi mas'uliyatli hamda shaxsiy mashinasi bo'lishi kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa 77 336 74 77 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Fermaga ishchilarimiz kerak ekan, cho'ponlar, jonivorlarni yaxshi tushunadigan odam bo'lish kerak ekan, yana qo'shimcha ishchilarimiz ham kerak ekan. Ishimiz Qibray yo'lida joylashgan ekan, oylik maosh 3 milliondan 4 milliongacha, yana ishiga qarab qo'shib ham berishar ekan. Oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga yotoq joy, 3 mahal ovqatlisi ham bor ekan. Yosh chegarasi 18 yoshdan 45 yoshgacha bo'lganlar uchun. Qo'shimcha quliyligi oilaviy yoki xotinlarni ham ishga qabul qilishar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa 4 ta telefon raqamlisi bor ekan, men ekranga yozib qoldiraman. Hop, endi sizlarga yana bir ikkita narsa haqida ma'lumot beraman. Hozirgi ko'rayotgan videolar orqali 10 ga yaqin ishlar haqida ma'lumot olasizlar. Agarda sizlar batafsilroq yana qo'shimcha ishlar haqida ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, bizani opisaniyada Telegram kanal linkimiz bor. O'sha kanalga o'tib ma'lumot olishingiz mumkin. Nimaga desanglar, u yoqda 50 ga yaqin ishlar haqida, har kuni 50 ga yaqin bo'lgan ishlar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Yana bitta narsa haqida aytib o'taman. Agarda sizlar ekrandagi ko'rayotgan ish yoqayotgan bo'lsa, sizlarga o'sha nomerga telefon qilsanglar, agar ular ko'tarmay qolsa, sizlar ham ularni to'g'ri tushuninglar. Chunki bir vaqtda o'zida ularga ko'plab odamlar telefon qilishadi. Ular telefonni har doim javob bera olmaslik holatlari ham bo'lishi mumkin. Agarda sizlar o'sha nomerga Telegram orqali murojaat qiladigan bo'lsangiz, ular albatta sizlarga tezroq javob berishadi. Chem telefon qilganingizdan ko'ra. Xo'p, davom etamiz. Xullas, Xitoy kompaniyasiga ishchilarimiz kerak, tajribali sotuv agentlik yo'nalishi bo'yicha. Agarda mashinangiz bo'ladigan bo'lsa 6,5 million so'm, yana qo'shimchasiga savdo tushumidan foiz ham berishar ekan. Yosh chegarasi 25 yoshdan 40 yoshgacha. Faqat talabligisi erkak kishilarni ishga qabul qilishar ekan. Mashinasi bo'lsa yana ham yaxshi ekan, chaqqon bo'lishi kerak ekan hamda mijozlar bilan ishlay oladigan bo'lishi kerak ekan. Ish vaqtimiz soat 9:30 dan kechki 5:30 gacha. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa 88 589 94 97 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Toshkent shahar News Business Centerida joylashgan kompaniyaga mijozlarga telefon qilib onlayn kursi sotish uchun sotuvchi menejer lavozimiga qiz bola ishchilarimiz kerak. Yosh chegarasi 18 yoshdan 35 yoshgacha. Oylik maosh fiksa 3 million so'm, yana qo'shimchasiga KPI bonuslar bilan 10 milliondan 20 milliongacha topishingiz mumkin ekan. Faqat ikkita dona xodimlarni ishga qabul qilishar ekan. Ish vaqtimiz soat 10 dan 8 gacha. Faqat talabligisi kirishimli hamda sotuv bo'yicha tajribaga ega bo'lgan bo'lish kerak ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi Telegramga murojaat qilishingiz mumkin.
Xo'p, jaydari ish so'raganlar uchun keyingi ishimiz Moikani 3 ta filiali uchun ishchilarimiz kerak, faqat 1 yil tajribaga ega bo'lgan bo'lishi kerak ekan. Yosh chegarasi 35 yoshgacha bo'lishi hamda jiddiy ishlash xohishi bo'lishi kerak ekan. Oylik maosh har bitta yuvilgan mashinadan alohida pul berishar ekan. Ishimiz Yashnobod tumani Shoshi restoran yonida joylashgan, ikkita filialligisi, uchinchisi Bektemir tumanida joylashgan ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 33lik 960 ta 5 raqamlariga bog'lanishingiz mumkin. Ish vaqtlarimiz 2 xil smenada, ertalabki va kechki smenada. Agarda siz haydovchilikka oid bo'lgan ishlarni qidirayotgan bo'lsangiz, описаниеga tushsangiz, bizning haydovchilikka oid bo'lgan ishlarni joylab boruvchi Telegram kanal linki orqali bizning kanalimizga o'tib, barcha haydovchilikka oid bo'lgan ishlar bilan tanishib olishingiz mumkin. Agarda sizlar ayol qizlarimiz uchun mo'ljallangan, faqatgina ayol qizlarimiz uchun ishlar joylab boriladigan Telegram kanali qidirayotgan bo'lsangiz, biz u kanalni ham ochib qo'yganmiz, kanal linki описаниеda joylashgan. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. 4 xil smenali ishimiz bor. Oylik maosh 3 milliondan 7 milliongacha. Toshkent shahar Korzinka va Makro savdo markazi ichida joylashgan atir sotuvi bilan shug'ullanuvchi BV Parfum kompaniyasi uchun sotuvchi konsultant lavozimiga ayol qiz ishchilarimiz kerak. Yosh chegarasi 18 yoshdan 25 yoshgacha, faqat talablisi soha bo'yicha tajribaga ega bo'lishi hamda doimiy ishlash uchun xodimalarni qidirishayotgan ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi Telegramga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Hop, keyingi ishimizga o'tamiz. Shayxontohur tumanida joylashgan non va bulochka mahsulotlarini ishlab chiqaruvchi korxonaga yigit qiz ishchilarimiz kerak, aynan xamirchi yo'nalishi bo'yicha. Ish vaqtlarimiz 3 xil smenada, yosh chegarasi 18 yoshdan 40 yoshgacha, oylik maoshdan tashqari qo'shimchasiga bir mahal ovqat, yana bir qancha bonusligisi ham bor ekan. Oylik maosh agar tajribali bo'ladigan bo'lsangiz 4 milliondan 7 milliongacha pul to'lashar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 90lik 008 68 46 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Hozir o'zida 9 ta ish yetimman. Agar sizlar bizani shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, bizani qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosinglar, kommentariyada xohlagan izohinglarni yozib qoldiringlar. Xo'p, keyingi ishimizga o'tamiz. Sutni qayta ishlash sexi uchun ishchilarimiz kerak. Ishimiz Chilonzor tumanida joylashgan. Yosh chegarasi 18 yoshdan 25 yoshgacha. Bu yigitlarimiz uchun, ayollarimiz uchun yosh chegarasi 35 yoshdan 40 yoshgacha. Oylik maosh 3 milliondan 3,5 million so'mgacha, yana qo'shimchasiga bir qancha bonusligisi ham bor ekan. Faqat talablisi o'g'il bolalar uchun yotoq joy xonasi taqdim qilinar ekan, ayollar uchun upakovka ishi mavjud, ovqat berilar ekan. Ayollarimiz uchun yotoqxonasi yo'q ekan, ishga qatnab ishlashligingizga to'g'ri kelar ekan. Agarda sizlarga shu ish qiziq bo'ladigan bo'lsa, 97lik 455 06 06 raqamlariga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'p, bugungi bizda 10 ta vakansiya shulardan iborat edi. Bugungi sanamiz 2025-yil 20-oktyabr sanasiga to'g'ri kelyapti. Xo'p, bizani shu yoqqacha ko'rgan bo'lsangiz, sizlarga kattakon rahmat. Bizani kuzatishda davom etinglar, bizani qo'llab-quvvatlanglar. Ish qidirayotgan tanishinglarga mana shu videoni jo'natinglar, chunki bitta silka orqali sizlar 10 ta ish haqida ma'lumot bergan bo'lasizlar. Agarda sizlarga yana batafsil ishlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizani kuzatishda davom etinglar.